ko'proq vaqt topib bolalar bilan ko'proq shug'ullanishga harakat qilish kerak. Ko'proq vaqt topib. To'g'ri, otaga, dadaga, shohga oson emas. Bola chaqani tomog'ini yemasinmi, kiyim-kechagi, uy-joy, kredit. Lekin bizni bo'ynimizga ilingan javobgarlik. Boqyapman-ku, qilyapman-ku bilan ish bitmaydi. Maqsad shu, kelajakda farzandingiz sizdan yaxshiroq bo'lishi kerak, sizdan zo'rroq, sizdan boyroq bo'lishi kerak. Bu uchun ko'proq vaqt ajratish kerak. Yoqmaydi bir xil payt. Hozir maydonchaga keldigaylar, o'ynayman. Bir aylanib kelay, ha o'yna. Kirgizib bordim, mazza qilib o'ynayapti. Shu fikrlarini, o'zini hurmat qilsam, ertaga meni ham hurmat qiladi, dadam aytganimni qilyapti deydi. Hali sizdan uni olib ber, buni olib ber deb magazinda polga yotib olib yig'lamayapti-ku, to'g'rimi? O'ynash mumkin, uning istaklari bor. Bola o'ynash kerak. Uni xohishini so'rayapti. Xohishini qondirish kerak. O'zini yoshiga mos narsani so'rayaptimi, albatta berishga harakat qiling. Ha deb taqiqlar ham odamni boyaga agressiv qilib qo'yadi, nervini qilib qo'yadi bolani. Chunki uni ham men qila olaman. Dadam mana aytganimni qiladi deb siz bilan ishonadi, siz bilan sirlashadi, dardlashadi. Do'st bo'lib ketasiz-da.